Haram tamoqlarni to'shishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men Yevropada turaman. Ish izlasam uylarga yo'lbirda tamoq to'shish ishi chiqdi. Bu yerdagi oshxonalar odatda cho'shqa go'shi va boshqa halol bo'lmagan go'shtlarda etilgan tamoqlarni sotadi. Aroqni to'shishga to'g'ri kelishi mumkin. Biz to'shaydigan tamoqning turini tanlay olmaymiz. Bu ishni qilsam bo'lamdi? Alloh sizdan rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Odatdagi tamoqlari cho'shqa go'shi va shar'iy bo'g'izlanmagan qo'y, kala va tug'u go'shtlarida etiladigan Yevropa va G'arbdagi ellarda musulmon kishining undaq tamoqlarni pishirishda, qachilashda yoki to'shishda ishlashi Alloh taolaning yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar, gunohga va zulmga yordamlashmanglar degan amriga xilof bo'lganligi uchun to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu haromni iste'mol qilishga hasqatganlik bo'ladi. Uningdan topgan kirimmi pok kirim bo'lmaydi. Islom shariati aroq ichish va aroq tijorati qilishni harom qilibla qolmay, uningga aloqador 10 turli kishiga la'nat qilgan. Hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aniq qilib aytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aroqqa aloqador 10 turli kishiga la'nat qilgan. Ular aroqni yasag'uvchi, yasatquchi, ichguchi, ko'targuchi, ko'targuchi, taqdim qilg'uchi, sotquchi, pulini yeguchi, olg'uchi va oldirg'uchi qatorliqlar. Mazkur hadisda aroqli tilga ilingan bo'lsa-mu, cho'shqa go'shi va boshqa harom yemakliklarni to'shishmi uningga qiyoslanadi. Chunki cho'shqa go'shimi Qur'on va hadislarda aniq harom qilingan. Hadisda cho'shqa go'shini setishmi aniq harom qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makka fathi qilingan yili Makkada turib, haqiqatan Alloh va Allohning elchisi aroq o'lib qolgan hayvon, cho'shqa va butlarni setishni harom qildi degan. Uningdan boshqa u ellarda qo'y, kala va to'xolar shar'iy bo'g'izlanmaganlikdan go'shtlarmi halol bo'lmagan ekan, uni to'shishmi o'xshashla harom go'sht to'shish bo'ladi. Cho'shqa go'shi va boshqa harom yemakliklarni Yevropalik xristianlar yeydigo, ularning yemakliklari ularga hatto musulmongami halolgo, undaqda u tamoqlarni ularga to'shib bersa, nemishqa joiz bo'lmaydi deyilsa, javob shuki, hammamiz bilganimizdek aroq bilan cho'shqa go'shi uni hozirgi dinsizlashgan xristianlar halol sanasimi, iste'mol qiladigan bo'lsa-mu, u aslida yahudiylargami, xristianlargami harom qilingan. Ularmi shariat ahkamlarini ijro qilishga buyurilgan. Yahudiylar ta bugunga qadar uni harom deb kelgan bo'lsa-mu, lekin xristianlar uni halol deb bilib yaveradigan bo'lgan. Shar'iy bo'g'izlash bilan halol bo'lmagan go'shtmi Yevropalik xristianlargami o'xshashla harom go'sht hisoblanadi. Faqatla Yevropa va boshqa ellarda Yahudiy qushxonasida bo'g'izlangan qo'y, kala qatorliq ko'shir go'shtlarni musulmonlar yeysa bo'ladi. Chunki yahudiylarning dindorlari halol go'sht masalasida tuzumga qattiq rioya qiladi. O'lib qolgan yoki to'g'ri bo'g'izlanmagan hayvonning go'shtini eqitilgan qonni harom deb qaraydi. Bo'g'izlangan molning qonini to'liq eqitib etishga alohida ahamiyat beradi. Bo'g'izlaganda Allohning nomini ataydi. To'ng'iz go'shtini harom deb qaraydi. Ularning bo'g'izlash usulida islom shariatidagi bo'g'izlag'uchi, bo'g'izlash saymini va bo'g'izlanadigan mol qatorliqlarda talab qilingan shartlarga rioya qilinadi. Hatto Yevropa, Koreya va Yaponiyadagi boshqa ellardagi halol belgisi chaplangan go'sht va boshqa mahsulotlarning 80% ga yaqin qismi halol o'lchamlarga to'shmaydi. Alloh taolo Maid surasida bu haromlarni taxmi tafsili bayon qilgan. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqa go'shi, Allohdan boshqasining nomi tilga ilinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ldirilgan hayvon, urib o'ldirilgan hayvon, yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ldirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yeb qo'ygan hayvon harom qilindi. Maid surasi 3-oyat. Aroq, cho'shqa go'shi va harom go'sht haqidagi hadislardami uni xoh musulmonga bo'lsin, xoh kofirga bo'lsin, to'shish, ichkizish, setish ayirib qaralmagan. Koreya, Yaponiya qatorliq ellardagi it, eshak go'shtlarida etiladigan tamoqlarni to'shishmi o'xshashla harom. Buningga asosan agar halol tamoqlarni to'shish ishini qila oladigan bo'lsa, qilib ayirib to'shay olmaydigan bo'lsa, u ishni qilmaslik. Harom va shubhidan xoli boshqa ish tepish kerak. Haramdan xoli ishlarmi intayin ko'p bo'lg'achqa, harom kasbni qilishga zaruriyat jihatdan muhtoj bo'lib qolmaydi. Taqvodorlik qilmoqchi bo'lganlar sal izdansila Alloh taolo ularni halol kirimga va rizqiga muyassar qiladi. Ahvol yuqorqidek bo'lmay, oshxonalardan yoki marketlardan to'shaydigan tamoq yoki yemak-ichmaklar odatda yahudiylarning koshir tamoqi yoki vegetarianlarning ko'ktatdan etilgan tamoqidek halol bo'lib,
ba'zi bir ahvollarda harom aralashib qoladigan bo'lsa va buni ayirib saqlanishi mumkin bo'lmasa, kirimning bir qismini sadaqa berib, kirimni poklavasi bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.